ekan. 5 kilosi? 5 kilosi? Ha? 30 mingga 5 kilo oldi. Qobiling 5 kilo olib keldik. 30 mingga. 6 ming oldingiz? 6 ming? O'zi ham to'g'ri. Men to'g'ri orqasi biri. Ikkalovidan to'g'ri. Biri to'g'ri, ikki to'g'ri, uch to'g'ri. Lekin o'zi ham to'g'ri lekin. 5 ming chiqdi. Ha. 5 ming chiqdi. Qaysi biri to'g'ri? Shuni aytib Birinchidan 5 mingdan deding. Keyin 5200 ga chiqarib qo'yding. 6 mingga chiqarib qo'yding. Abshir ikkalovi ham to'g'ri, lekin ulardan bitta to'g'riroqda. 5,5 ming qo'shib qo'yaman. 5,5 ming bo'lgan bo'lsa, 28,5 ming bo'ladi. 28,5 ming bo'ladi. 5,5 mingdan emas. 5 mingga tuzaysizmi? Qoyili. Ya, shu ya, uchu. 29 ming 250 so'm bo'ladi. Qaya to'g'risi? Qo'ygan 650 so'mga qo'shib berdingiz. 650 so'm qanaqa qoldi endi? 750. Bu degan bu 750 dan 5 bo'lishi yana. Hozir masala bo'lib turibdi hozir. Men tushunmayman bu. Mana bak shunday hozir. Qanaqa gap? O'sha 5 kiloni 30 mingga berasan. So'ralashibman, lekin qanchadan olganimni bila olmayapman. Bu bir rasm qilayotgan bir. Tak. 6 kilo bo'lsa, 6 kiloni 30 mingga olgan bo'lsa, 6 kilo. Atak o'zi 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo, o'zi 5 kilo olganmiz. Sen 6 kilodan kelyapsan o'zi, mayli, kilo. Bunda 5 mingdan bo'ladi. Nimaga 5 mingdan bo'ladi? Hozir o'zi 5 kilo edi bitta. 6 kilo hisoblagan do'stlar. Yo'q. Ha? O'zi bitta 5 kilo-yu. 5 kilosi 5 mingdan necha bo'ladi? 5 kilosi 5 mingdanmi? Ha. 5 kilosi 5 mingdan 10, 20, 25 bo'ladi. Hayır, bravo. Gelmiş oldu. 5 mingdan. 6 6 mingdan bu. Köpeğe gitip bana. Kaçladın mı ya? Çok iyi olay. Ne yapıyorsun? Hadi kaçıyor. Okey çok iyi. Yetik yapıyor. 3 kere 5, 6 kere 5. 3 kere 6, 34. Ha, onda 6 kilo olacaksın ha? Ha. Yani 35 kilo gereği mi? Yok. 30 bin geldi. 10 kilo olacaksın da o da 5 kilo yok. 35 kilo mu? Oğlum bitti o da 5 kilo yok, 4 kilo yok, 997 gram. Kitap yapıyordum da. Ha. Kablası bile bunlar da. Hani ana şuraya otursun. Aldattılar ha. Tut şunu. Tut davranı. Lord. Ne verdiniz? 35 yılda 6 bu attı. 90 masal veremem, 90 asla veremem.